o'zimni kuchim yetmayapti, nima qilsam ekan, kimnidir yordamga chaqiraymi ekan yoki qanaqadir dogovorda ishlaydigan odam aytaymi ekan. Ha, shunaqa qilmasa bo'lmaydi, lekin rostdan ham og'ir yuklar ekan. Oho, bir tonna ham keladimi shunaqa yuklar. Bo'pti, hozir kimnidir topib kelaman. Javob bergancha balki qanaqadir ishlaydigan odam topib berar. O, jetel ishlaymaysanmi? Yo'q. Qanaqadir ish haqida gapirishyapti. Bilmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va yangi videoga xush kelibsizlar. Men esa o'zimning shaxsiy ishlarim bilan albatta band bo'lishim kerak. To'g'ri, shaxsiy emas, birovni ishi-yu, do'konda savdo qilaman, bilasizlar, do'stimning do'koni, o'sha do'konga boraman-da, hozir sotuvchilik ishlarini olib boraman. Keyin bu yerda polzekinlarim bor, o'sha polzekinlarni tozalash ishlarini ham olib borishim kerak. Ko'ryapsizlar, rasvo bo'lib o'sib qolgan. Mayli, keyinroq tozalab qo'yaman. Avval do'konimni borib ochib kelayin, bir ikkita klientlar bor edi. Kutmaymiz, tezroq kel deganda ertalabdan vahima qilgandi, bormagandim. Menimcha shular yana chaqirsa kerak meni. O'shaning uchun tezroq borishim kerak. Klientlarni kuttirib qo'yish juda ham yomon narsa. Klient visakda prav degan. Klient doimo haq. Ya'ni klientlar nima desa, "Xo'p, bular bilan" deb turish kerak deyilgan, lekin men unday qila olmayman. Chunki klientlar aytganini qilarsa bo'lmaydi-da. Sen meni kutib turganmiding? Ha, eshik ochilmayapti do'koningda. Tentak qulflab ketgandan keyin qayerdan ochilsin? Kalt bilan ochamiz. Stop. Ochilmayapti-ku kalt bilan ochsam ham. Ha, shundan men ham shunga hayron qoldim. Sen qanday ishga ochmoqchi bo'lding unda? Menda kalt bor edi. Sen qayerdan olding kaltni? Ishing bo'lmasin, tezroq och. Bo'pti, hozir ochaman. Lekin qanaqasi o'zimni kaltim bilan ocha olmayapman. Ya'ni kalt ochyapti, to'g'rirog'i. Eshikni o'zi ochilmayapti. Yopishib qolganmi, nimadir bo'lgan shekilli. Menda qayerdadir eshik bor, adashmasam sirli eshik. Sirli eshik debman, zapas eshik, sirli eshik debman. Qaranglar, qanaqa sirli eshik bo'lardi. Zapaski eshiklar bor shu yaqin atrofda. O'sha zapaski eshiklardan foydalanib, bu yer yangi eshik qo'yib qo'ysam bo'ladi. Avval bu eshikni titib tashlash kerak. Atrofini ochib turib ichkari kirib olsam bir amallab, keyin sindirib tashlasam bo'ladi. Chunki ichkaridan sindirmasa bu sinmaydigan eshik qo'yilgan bu yerga. Mana yo'q bo'lib ketdi. Ko'rdinglarmi? Demak, rostdan ham buzilgan ekan bu eshik. Endi chotga bo'ldi. Yangi eshik topib qo'yganimcha jetellar kirib bu yerni shipon qilib ketmasa bo'lgani. Mana shu yerda bilasizlar, patvalimda juda ko'p narsam bor. Bo'yman desam ham bo'laveradi. Shu yerdagi narsalardan olib borib turib shuna qo'yib yuborsam bo'ladi. Qayerdadir eshiklarni mana shu yerda ekan. Kakris bitta topdim, qo'yilman. Bittasi yetadi, chunki bitta eshik qo'yaman, ikkita eshik qo'ymayman, to'g'rimi? Bittasini bu yerga, bittasini bu yerga. Tamam, ketdim, borib qo'yayin. Bo'lmasa aytganimdek jetellar hamma yoqda rasvosini chiqazib, qurollarni o'g'irlab ketadi. Keyin sen o'g'irladingmi desam, "Yo'q, men o'g'irlaganim yo'q, kim o'g'irlab ketibdi" deydi. Sen o'zing o'g'ri bo'lib turib yana "yo'q" deb turishingga o'laymi deyman. Keyin ular bo'lsa, "Yo, rostdan o'g'irlaganim yo'q" deydi. O'g'irlaganini tan olmaydi shunday keyin. O'shaning uchun ularga iloji boricha ishonmaslikka harakat qilaman. Mana bu narsalar kerak yo'q. Hozir menga bitta bratan kutib turgandi-yu ko'chada, jetel. Eshikni ocha olmadim dedi. U ocha olmaydi-da, kalt tushmasa, u eshik buzilgan bo'lsa qanday ochsin? Kalti tushsa ham eshik ochilmasdi ba'zi. Juda ham yaxshi. Mana shu narsa menga juda ham yoqadi. Kakris eshik ochilmasligi. Mana takoy bo'ldi. Endi tushunmadim, bu yerda qanday yuk mashinasi turibdi? Bu kimning yuk mashinasi ekan? Avval bu yerda bunaqa mashina turmasdi-yu. Bu yana ochilmay qoldimi? Nima balo? Bir eshiklarga nimadir bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Yana ochilmayapti. Juda ham rasvo holat kelib qolgan. Mayli, bir amallab ichkari kirib, hozir bu eshikni buzib qayta o'rniga qaytarib qo'yishim kerak. Taporimni ham tashlab ketib aksiga olib. Hozir agar bu sinmasa ham, olinmasa ham shu ichkarida qolib ketaman. Mana sindi. Lekin bu yerga qanday eshik qo'ysam bo'ladi? Nima bo'lyapti? Hayronman boru. Mayli, hozir borib uyimdan yana bitta eshik olib kelamanmi? Paka mana bu yerda qanday mashina borligini bitta aniqlab kelayin avval. Bu yerda rostdan bunaqa mashina oldin ko'rmagandim. Umuman qishlog'imizda bunaqa mashina ko'rmaganman. Terazasi ichida yukmi qanaqadir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yigitcha, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat. Bu yerda nima qilyapsiz? Yuk bor edi, tushirishim kerak edi, kuchim yetmayapti. Menga bitta yordamchi kerak edi. Kakra sen yetib kelib qolding. Kim aytdi sizga men yordam beradi deb? Shunchaki taxmin qilib ko'rdim. Xohlasang pulingni beraman, yordam bersang juda yaxshi bo'lardi. Mayli, farqi yo'q, pulimni bersangiz. Undan qara, men hozir bir ikkita ishlarim bor, o'sha ishlarni ko'rib kelay, ya'ni to'g'rirog'i kalt topib kelishim kerak, mashinaning kaltini. Sen borib o'zing ishlaringni ko'rib tur, qaytib kelib xabar qilaman, keyin kelib tushirib berasan. Mayli, qancha pul berasiz? Anchagina. Ochildi-ku. Yo'q, bu yer ochilyapti, bilyapman, mashinani o'zini ochish kerak. Salonnimi? Ha, shunaqa kabinani. Bo'ldi, farqi yo'q, bratam. Shuni tushira olmayapsizmi o'zingiz? Yo'q, kuchim yetmayapti, og'ir ekan. Bo'ldi, gap yo'q, tushirish bo'lsa tushirib beraman. Faqat o'zimni ishlarimni unda ko'rib turaman, kelganingizcha. Shunaqa. Kelganimdan keyin ko'rsataman qayoqqa tushirishni. Bo'pti, bratan, unda siz bemalol o'zingizda qanday ishingiz bo'lsa, o'sha ishingizni ko'rib kelishingiz mumkin. Men kelganingizdan keyin o'zim cho'tka qilib tushirib beraman, kuchim yetsa agar. Bo'pti. Isuzuning eshigini yopib qo'ygin. Mayli.
Lekin tushirib tursam yaxshi bo'lardi-ku ya, hozir vaqtim bor edi. Mayli bratan kelgandan keyin tushirib beraman tinchgina. Chunki o'zi aytdi-yu, kelganimdan keyin tushirasan, kutib tur dedi. Tak, hozir borib mana bu yerdagi короче, do'konni eshigini sozlashim kerak. Aytgancha Isuzuning eshigini yopmasdan ketman-ku. Mayli ochib turay. Hech narsa qilib hech kim ko'tarib ketolmaydi. Chunki u jetelda kuch yetmagan narsaga boshqa jetellar kuch qo'yadi. O'zi u kuchli jetel ko'ryapsizlar. Qanaqadir qora kiyimlar kiyib olgan, qora belbog' sohibimi yo qora kiyim sohibimi shunaqa ekan. Короче, tushunmadim. Bu yerda bitta eshik turgan-ku, qanday ikkita bo'lib qoldi? Demak bitta eshikni olib borib qo'ymaganmanmi shunda? Yo'q, olib borib qo'yishga olib borib qo'ydim. Qanaysiga bunday bo'lishi mumkin? Uyqusirayotganim yo'q. Cho'ta nimadir xato ketyapti. Menimcha shu nimadir baribir g'alati-da, cho'ta g'alati. Mayli, hozir to'xtanglar, mana shu eshikni olib borib joylashtirayin tezroq. Tak qo'limdagi ishlarni ham birato'la qilib qo'yaman, ana bratan kelgunicha. Birdan qilib ketayin shu yerdagi ishlarni hozir. Keyin u odam kelgan vaqt tayyor hamma ishni qilib qo'ygan bo'laman-da. Keyin o'sha yukini tushirib berib pulini olaman, mazza bo'ladi keyin. Ko'ryapsizlar, soqqa qilish. Ko'chada любой oddiy ishni qilsalaring ham hozir soqqa qilsa bo'lyapti, ko'ryapsizlar. O'shaning uchun bekor o'tirmaslik kerak. Bekorchidan xudo bezor degan. O'shaning uchun turinglarda ko'chaga chiqib ishlanglar. Nima, videomni ko'ringlar avval. Chunki videoni ko'rishmasanglar, men ishsiz qolib ketaman. Sizlarga video qilishim kerak doim. O'shaning uchun ham videolarimni oxirigacha ko'rib turishinglar kerak. Xo'p, mana ekamiz va bu yoqlarga ham ekib tashlayman, bo'ldi, всё. Bu yerga ham ekanman. Menimcha cho'tki bo'ldi hamma yo'q. Endi sabzi va bug'doylarni ekib chiqish kerak. Sabzilarni birinchi qatorga ekmasam, boshqa qatorlarga unchalik yaxshi pishmaydi. Sababini aytaymi sizlarga. Yer ikki xilda. Yer ikki xil bo'lgani uchun shudgor qilib ekmasa bu yerda bilmayman, balki chirik ko'p bo'lib qoladimi yoki kam hosil berib qoladimi, shunaqa bo'lib qoladi. Azot bersammikan yoki qanaqadir o'g'itlar berib chiqish kerak yaxshi hosil bo'lishi uchun. Bo'ldi, всё. Sizlarga dehqonchilikdan dars o'tsam bo'lar ekan, ko'ryapsizlar, anchagina narsani bilar ekanman. Xullas, keyingi videoda dehqonchilik darslarini o'tamiz. Unga albatta sizlarning fikringlar kerak, kommentariy yozishinglar kerak, o'taymi yo'qmi? Xo'p, bo'ldi. Chirik kartoshkani ko'chaga siltab ketaman. Eshikni olib borib qo'yayinda, keyin ana bratan kelishini kutib turaman. Kelgandan keyin bratanning yukini tushirib beraman. Og'ir bo'lsa lekin men ham ko'tara olmasligim mumkin. Bratanni o'zi ko'tara olmagan ekan. Mana chirik kartoshkani o'sha yoqqa olib borib siltab kelgan, uzoqroqqa 1-2 kundan keyin o'zi yo'q bo'lib ketadi. Quyoshda qurib qoladimi, nimadir bo'ladi, короче. Xo'p, tak. Nima demoqchi edim, sizlarga bitta zo'r gap aytaman deb turganim esimdan chiqib ketdi. Eslasam aytaman. Bo'ldi, esladim. Kanalga obuna bo'linglar deyish esimdan chiqib qolibdi. Shuncha vaqtdan beri kanalga obuna bo'linglar deyman, lekin obuna bo'lmaysizlar. Yo'q, demayman to'g'ri, esimdan chiqib qolyapti-yu. Bo'ldi, qulflaymiz. Endi ana bratan kelgan bo'lsa, borib yuklarni tushirib beraman. Rostdan ham og'ir yuk bo'lmasin-da. Og'ir yuk bo'lsa, belimni sindirib olmasin, tag'in yana grijam bor meni o'zimda ham belimda. Bratan, keldingizmi bratan? Kelganman, seni kutib o'tiribman. Nomeringni topib ketmagan ekanman, telefon qilardim. Bo'ldi, qayerga tushiramiz? Avval ko'tarib ol, ko'rsataman qayerga tushirishni. Bo'ldi, hozir. Qanday og'ir narsalar emas ekan unchalik ham o'zi aslida. Shunaqa, mashinaga tushirib qo'yaver, keyin bitta boshqa joyga olib borishga yordam beraverasan. Bo'pti, hozir bratan, unda kutib tursangiz asta-asta tushiraman. Tak, bular qanday havoda muallaq turib qoldi, hayronman. Bitta-bittalab tushirishim shartmi? Janob, ikkita tushirsam ham bo'ladimi? Ostiga tushib ketdi-yu bratan. O'zim ham shu uchun ko'tara olmadimmi bilmayman. Xullas, qiyin bo'lyapti tushirish. Rostdan ham qiyin ekan. Mayli, hozir buni berib qo'yaman. Bittasi qanaydir mashinaning ostiga kirib ketdimi bilmadim. Tushunmay qoldim. Mayli, hozir topa olsam, mashinaning tagiga kirib topaman, nimadir qilib topib olib beraman bratan sizga. Vo'p, tezlash mayli. Xo'p, bittasi shu yerda qoldi, yaxshi. Tak, bunisini olamiz. Nima bunaqa mashinangiz qaltiryapti? Yuk og'irligidan ko'tarilyapti, endi oldin bosilib turgandi, tushundingmi? Tushunarli. Tak, hozir to'xtab turing, mana bu bitta korobkani berib qo'yayman, bitta tushirmasam o'zi anchagina og'ir ekan rostdan ham. Shunaqa, men ham kuchim yetmadi, bo'lmasa senga aytib o'tirardim, tentak. Tentak demang, javuzingizga yaqin olmayapsizmi? Uzr edi, jigar degandek. Qanaysiga jiyan, necha yoshingiz o'zi tog'a? Menmi bir 26 yoshman. Akam tengli ekansiz. Qanaysiga siz meni jiyan, jigar, nevara deb tashlayapsiz? Unda uka deyman, bo'laveradimi? Bu boshqa gap, uka deyavering bemalolmasdan aka deyman. Bo'ldi, aka kirishamiz unda. Bo'ldi, let's go. Akajonim, qayerda qoldi? Ko'rsating, tushirib beray. Adashmasam mashina tagiga ikkita tushib qolgan, oldingmi shularni? Oldim shekilli, yo olmadimmikan? Bilmadim, olganga o'xshamayapsan-da. Tushunarli. Bo'pti. Короче, hozir nima qilayin endi? Xullas, mana shu yashiklarni olasan-da, uyimga kiritib berasan. Uyingiz qayerda? Olaver, aytganini qil. Mana shu uy bor-ku, mana chap tomondagi uy. Mana katta uyda aytyapsizmi? Yo, bu maydasinimi?
Короче, qo'lingga olgin ko'rsataman. Ha, bo'pti, hozir olib olayim. Tak, qaysi biri aniq ayting-da. Ikkinchi maydasi. Ha, bo'ldi, maydasi bo'lsa maydasiga olib kelyapman, mana shu yerda turadi. Tamom. Aniq shu sizni uyingizmi, bratan? Ha, meniki. Yonida bitta mashina bor edi. Nima qildingiz o'sha mashinani? Pul kerak bo'lib qolgandi. Ha, sotdingizmi? Yo'q, ichidan pulimni oldim. Mashinani o'zi qani? Mashinani o'zini yuvishga berib kelgandim. Yuvib bo'lgandan keyin olib kelib berishsa kerak. Ha, mo'lga tashlab kelganmisiz? Shunaqaroq. Ha, tushunarli. Unda hozir tak 3 tami qoldi. Mana shular hammasini shunday o'tkazib bersam, tushunmadim. Bak bo'lib qoldi. Ha, bo'ldi, всё. Короче, bratan, nima bor bu yashiklarning ichida o'zi? Bittasida gilos bor, bittasida olma bor. Xullas, nima edi, dehqonchilik degandek. Ha, siz ham dehqonmisiz? Shunaqa. Ha, kasbimiz deyarli bir xil ekan. Sen ham dehqonmisan? Ha, men ham dehqonman, faqat bunaqa narsa ekmayman. Nima narsa ekasan? Oddiy poliz ekinlari, mana bu jitellarga o'xshab. Sen dehqon emas, jitel ekansan-da unda. Nima deganingiz bu? Jitellar qiladigan ishni qilyapsan-ku. Jitellar dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanishmaydi. Ular bog'da hech qanaqa narsa ekmaydi. Faqat poliz ekinlarni ekadi. Ular dehqon deyilmaydi. Nima deyiladi unda? Oddiy shunchaki odam o'zini manfaati uchun qiladi. Yo, biz o'zimizni manfaatimiz uchun qilmaymiz, soliq to'lash uchun qilamiz. Undan bilmadim. Rostdan ham sen jitel ekansan bo'lmasa. Nimaga unaqa deyapsiz? Jitellar ham soliq to'lash uchun qiladi-ku. Ha, to'g'ri, lekin yo bu qishlog'imizda jitel bo'ladimi, odam bo'ladimi, yo mol bo'ladimi, qizdig'i yo soliq to'lash uchun ishlaydi hamma ham. Ha, demak yashash uchun pul to'lar ekansizlar, shunaqami? Ha, shunaqaroq. Ha, juda ham soz. Короче, bo'ldi. Endi mashinani yopib qo'yaman. Sen esa borib bemalol o'zingni ishingni ko'rsang bo'ladi. Axir pul bermaysizmi? Pulga kelishgandik. Hozir to'xtab turunda senga pul berib ketay. Aha, mayli, tezroq bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Hozir uyimdan borib pul olib kelay. Uyingiz bu yerda emasmidi? Yo'q, bu boshqa uyim. Ha, ikkita uyingiz bor, mayli bo'pti. Faqat mashka bo'lmasangiz bo'ldi. Mashiningiz bo'lishi mumkin-da, bratan. Bu yerda bitta tosh yo'q ekan, ko'ryapsan, to'g'rilab qo'yish kerak. No, bo'lmasa uy ag'anab ketishi mumkin. No, qayerdan tosh olsam bo'ladi? O'sha liboy bitta joyda qazib turib, ichiga o'sha nimali joyiga, toshli joyiga tushaman-da, bitta tosh topib, shunday qo'yib beraman, tamom, всё. Qiyin narsa emas u. Yaxshilik qoladi-yu odamdan odamga baribir. O'shaning uchun yaxshilik qilib qo'yay deyapman-da, mana. Tamom. Bu boshqa bratandu uy. Bilasizlarmi, bu bratandu uy emas bu. Короче, pulni tezroq olib kelsa, pulni olardimda, keyin do'konimda o'tirardim savdo qilib.